men sizlarga o'zimizda O'zbekistonda ishlab chiqariladigan Aziya Scotch haqida ma'lumot beraman. Aziya Scotch bu mayda kanslerskiy deyshadi, mayda Scotch bu qay metrlarda bo'ladi? 10 metrlik, 20 metrlik, 30 metrlik va 50 metrlik bo'ladi. Bularni har birini kameraga olib kelasiz. Eni 1 sm, 1,5 sm va 2 sm bo'ladi. Har bitta blokda 2 sm-da 6 ta, 1,5 sm-da 8 ta, 1 sm-da 12 ta bo'ladi. Bu 50 metrlikda, 30 metrlikda ham xuddi shunday bo'ladi. 20 metrlikda ham xuddi shunaqa bo'ladi, 10 metrlikda ham xuddi shunaqa bo'ladi, faqat bizda 1,5 sm hozirda yo'q ekan. Shuning uchun ikki xilini ko'rsatyapmiz. Keyin bizda yana O'zbekistonda chiqarilgan bu gul Scotch deyshadi. Buketchilar, gulchilar o'zi yaxshi bilishadi. 45 metrga 1,2 sm. Iri bu 1,2 sm-ga 60 metrlik. Bu yangi chiqqani. Xitoy bilan ko'rinishni bir xil qilib qilingan. Sifat haqida ham shu gulchilar o'zi biladi. Mabodoga shu skochlar sizlarga kerak bo'lsa, mana bu misol uchun deylik pishiruvchilarniki yaxshi ishlatadi, pishiruvchilar. Mana buni ruletchilar ishlatadi. Mabodoga bizni ko'rayotganlar, ruletchilar bo'lsa aloqaga chiqarasizlar, pishiruvchilar ham aloqaga chiqarasizlar. Bularni oddiy xalqqa, misol uchun pul yopishtirishga, yana boshqa narsalarga, bolalar misol uchun o'ynashiga, boshqa qilishiga bular bilan ovuradi. Oddiy magazinlar mana mana shu holatda ovuradi. Qolganlar mana misol uchun ruletniki, pishiruvniki, gulliki kerak bo'lsa aloqaga chiqarasizlar.